turmush o'rtog'idan pul so'rash doim janjal, araz va xafagarchilik bilan tugaydi. Ko'p ayollar aytishadi, erimdan pul olish katta bir drama yoki urushga aylanib ketadi deb. Men so'ragan pulni erim xuddiki yuragini yulib berayotgandek qiyinchilik bilan kayfiyati buzilib, oradan bir nechta araz, muhokamalar o'tgandan keyin zo'r shu pulni olaman deyishadi. Nega? Chunki erkak kishi siz so'ragan mablag'ni osonlikcha chiqargisi kelmaydi. Buning sababi eringizni ziqnaligida, pushuvligida, pulsizligida emas, sababi sizni ichki holatingizda. Bu yerda 3 ta asosiy to'siqlar bor. Birinchidan, siz ichingizda o'zingiz so'rayotgan pulni hozir menga shu zahoti pul olishingizga umuman ishonmaysiz. Miyangizda baribir bermaydi, hozir bahona qiladi, pul yo'q deydi degan shubha va qo'rquvlarni ongida aylantirishni boshlaysiz. Sizning bu ishonmasligingizni erkak kishi ongsiz ravishda his qiladi va siz o'sha qo'rqqan rad javobini beradi. Ikkinchidan esa bolalikdan shakllangan ong osti dasturlari xalaqit beradi. Erkak kishidan pul so'rash uyat, pul topish qiyin, o'zing ishlab topmasang qadring bo'lmaydi yoki erkak kishi pul berishi qiyin degan noto'g'ri bloklar sizni erkin pul olishingizga yo'l qo'ymaydi. Chunki ong osti aynan mana shu dasturlarni hayotga ko'chirgan bo'ladi. Uchinchidan esa siz pastki vibratsiyada, past energiyada pul so'raysiz. Qurbon obraziga kirib olib, majburlikdan, xo'rlangan, aybdorlik hissi bilan yoki deb baqirib pul so'rash bu pastki vibratsiyadir. Erkak kishi energiya jihatdan pastda turgan, nolaverib charchatgan ayolga pul tikishni, pul berishni xohlamaydi. Pastki vibratsiya doim qarshiliklarni chaqiradi va erkak sizga pul bergisi kelmaydi, natijada janjallar boshlanadi. Aslida erkak kishidan pul olish san'ati bu tilda emas, bu sizni ichki xotirjamlik, ishonch va yuqori energiyada yashiringan bo'ladi.